Assalomu alaykum. Efirda O'zbek xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda 2026-yil 1-choragida birja polipropilen bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Dasturimiz avvalida O'zbek birjasining barcha savdo platformalarida o'tkazilgan savdo natijalari va narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu birjaning o'tgan haftadagi asosiy indikatorlari edi. Endilikda birja yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. 2026-yilning 1-choragida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining birja savdolari orqali 2343 kg oltin va kumush sotildi. Xususan birja orqali 1920 kg oltin sotilgan. Ko'rib chiqilayotgan davrda oltinning o'rtacha birja kotirovkasi 1 grammi uchun 1.780.000 so'mni tashkil etdi. Kumushning sotilish hajmi 423 kg ga teng bo'lib, uning o'rtacha narxi 1 grammi uchun 31.408.000 so'mga teng bo'ldi. Biz birja bozorining alohida segmentiga o'tamiz. Xususan 2026-yilning 1-choragida birja savdolari orqali 18.8 ming tonnadan ortiq polipropilen sotildi. Bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 20% ga ko'pdir. Bozor tuzilmasida 3 guruh polipropilen yetakchi o'rinni egalladi. Jumladan ineksion polipropilen 40% ulushga ega, ip ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan polipropilen 27% ulushi bilan, tolalar ishlab chiqarish uchun polipropilen 26% dan egallagan. Plyonka ishlab chiqarish uchun polipropilen markalarining ulushi 6% ni tashkil etdi. FR170H markali polipropilen narxlar dinamikasida o'zgaruvchanlik kuzatildi. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida 1 tonna uchun o'rtacha narxi 14,5 million so'mni tashkil etdi. Mart oyida o'rtacha narxlar 1 tonna uchun 14,9 million so'mni tashkil etdi. Bu ko'rib chiqilayotgan davr uchun eng yuqori ko'rsatkichdir. G-Brizeli markali ineksion polipropilen narxlariga kelsak, ushbu segmentda barqarorlik kuzatildi. 2026-yilning yanvar oyidan martgacha bo'lgan davrda 1 tonna uchun o'rtacha narxi 14,5 million so'mni tashkil etdi. Xaridorlarning hududlar kesimida shakllangan tarkibiy tuzilmasi bo'yicha Toshkent shahri va Toshkent viloyatida eng yuqori talab qayd etildi, ya'ni ularning umumiy ulushi 66% ni tashkil etdi. Samarqand viloyatining ulushi esa 22% ni tashkil etdi. Qolgan hududlarning ulushi 1-2% atrofida edi. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.